korobka hovli narxida tayyor remont qilinganini taklif qilsam nima deysiz? 4 sotix yer maydoniga ega, 2 qavat pishig'ich va gazoblokda qurilgan. Ichida esa 2 ta sanuzel, 4 ta xona, oshxona va zina ostida kichik kladovkadan iborat bo'lgan kottejimizni ko'rib chiqamiz. Orqa tomonda mana shunday yashil hudud, ya'ni bog' qilishingiz uchun yoki bo'lmasam qo'shimcha bino qurishingiz uchun alohida yer maydoni mavjud. Yozgi oshxonalarni qilib bersangiz, opam duo qilib qo'yishadi do'stim. Endi esa ichkariga kiramiz. Kirishingiz bilan ikkinchi qavatga chiqish zinasi, koridor, uni yonginasida esa chap tomonimizda birinchi xona mehmonxona bo'ldi. Mehmonxonaga ham uyning ichidan, ham tashqaridan kirish imkoniyati mavjud. Bu esa xonadonimizning eng shirin xonasi hisoblanadi, ya'ni oshxona. Koridor bo'ylab yurib kelganingizda oxirgi xonamiz birinchi qavatdagi umumiy sanuzel bo'ldi. Tualet, vanna, rakvina va ariston o'rnatilgan. Ana endi birgalikda ikkinchi qavatga chiqib ketamiz. Va e'tibor bersangiz, zina ostidan unumli foydalanish uchun ushbu joyda kladovka qilib qo'yishgan. Ikkinchi qavatimiz asosan yotoqxona uchun mo'ljallangan xonalarni ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamiz kattalar uchun bo'lsa, undan keyingi xonalarimiz bolalar uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatimizda ham bitta umumiy vannani, ya'ni sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, remontlari tayyor. Kirib mebel va jihozlarni o'zingizga moslab olsangiz bas. Hamma sharoitlari bor. Gaz, svet, suvlari ham joyida. Har bir xonamiz o'ziga mos tarzda sifatli aboylardan qilingan. Sanuzellarda esa unitaz, vanna va rakvina. Devori va pol qismi esa kafil qilinganligini ko'rishingiz mumkin. Ekraningizda turgan raqamlar bilan egalari bilan bog'lanib, bemalol savdolashib baraka qilishingiz mumkin. Narxini $105,000 ga egalari baholashmoqda. Manzilimiz Farg'ona shahar, aeroport kottej, Ilg'or MFda bo'ldi. Orientir gaz zapravkasining shundoqqina yonginasida mahallada.